Diyorimizda soat 8 dan 13 daqiqa o'tdi. Asadbek ertalabdan kelganlar. YouTube'ingizga bir kunlik rutiningizni, ya'ni bitta ish kuningizni polni syomka qilaylik dedilar. Men xo'p dedim va mana eng boshi uydan boshlanyapti. Ochib aytaman, hozirgina turdim. Ertalabki odatlarimni hali bajarmadim. Sababi o'sha narsalarni videolarda ko'rsatib ketaylik degan maqsadda. Bugun kun davomida sizlar bilan birga bo'lamiz. Ish kunimni nimalar qilayotganim, qayerga borayotganim, kimlar bilan uchrashayotganim, qanaqa ishlayotganimni qisqacha ko'rsatib beraman. Hech narsa sahnalashtirilmagan, uyushtirilmagan, odatiy kunni tomosha qilasizlar. Videoni boshidan like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Ketdi. Xo'p, hozir yashayotgan uyimiz juda ham katta emas. 2 xona. Bu mana kir-urish hol bo'lsa, bu yoqda sanuzel, bu yoqda bitta zal, bu yoqda spalni, mana kichkinagina yosh oilaga moslashtirilgan oila. Hozir mana men, ayolim bitta o'g'lim bor. Endi bu yoqlarni ko'rsatmayotganim, ularni bezovta qilmayotganim sababi kechasi bilan o'g'lim bir issig'i chiqib, bir tushib, mana shunaqa bezovta bo'lib chiqishdi. O'zi yaqinda uxlashdi. O'shaning uchun menimcha ularni hozir issiqsi odamgarchilikdan bo'lmaydi. O'shaning uchun hamma narsani o'zim qilaman. Bugun zavtrakam yo'q, o'shaning uchun. O'z odatda zavtrak tayyorlab bergan bo'lardi. Endi kechasi uxlashmaganiga, yaqinda uxlashganiga men o'zim turg'izmadim. Ertalabki rutinalarni ko'ramiz. Ertalab turishim bilan nima qilasan desangiz, yuzimni yuvaman-u, mashina tochkaga kelaman. Uyimizdagi mashina tochka mana burchagim desa ham bo'ladi. Mana shu yoqda turgan vitaminlarni deyarli hammasini shu kun davomida ichaman va bularni hammasi meniki. Mana men bu qator ertalab turishim bilan, bu qator ovqat bilan, bu qator ovqatdan keyin, bu ozgina vaqt o'tgandan keyin yana uxlashdan oldin ichiladiganlari ham, uxlayotganda ichiladiganlari ham bor. Nimaga bu narsalar? Bu organizmni tetiklashtirish uchun, kun davomida o'zini yaxshi his qilish uchun, yetishmayotgan organizmdagi gormonlarni normallashtirishga xizmat qiladi. Etil mana bu L-karnitin yana shunga o'xshaganlar, bu shu miya faoliyatini yaxshilaydi. Mana bu yerda mana balu yog'i, etil vitamin D, vitamin E, bular immunitetni ko'tarishga, testosteronni oshirishga yordam beradi. Yana bu yerda misol ashwaganda, melatonin, itakdalik shunga o'xshagan vitamin C va shunga o'xshash vitaminlar borki, bular mana shu odam o'zini yaxshi his qilishi uchun, tetik his qilishi uchun, kuchga to'la charchamasligi uchun, sog'lom bo'lishi uchun yordam beradigan qo'shimchalar hisoblanadi. Buncha ko'p deyishingiz mumkin. Ichib ko'rsatda ham hammasini aniq ketma-ketlik ichiladi. Mana bitta bu vitaminlar hammasi o'z boshimchalik bilan olinmaydi. O'zingizdan o'zingiz borib aptekadan olib keladigan narsalar emas. Bu narsani ichishdan oldin gormonga analiz topshiriladi. O'zi mana shunaqa klinikalar bor. Gormonlaringizga tekshirtirib, sizda nima yetishmayotganini bilib, mashina o'zini mutaxassisi bilan maslahatlashib, keyin bunaqa narsalarni ichish kerak. Keyin kechqurun qanaqa uxlashimni ham qisqacha ko'rsatib beraman hozir sizlarga. Men kechqurungi uyquni sifatiga qattiq ahamiyat beraman. Ertalab turishim bilan eng birinchi qiladigan ishim ko'pchilikda Instagramga kirish bo'lsa, menda WUP приложениесiga kirish bo'ladi. Ya'ni mana hozir 60% uxlagansan, ya'ni tiklanishing 60% deb ko'rsatyapti. Mana shu agar yashilda bo'lsa, qanchalik mana shu foizi ko'p bo'lsa, shunchalik xursand bo'laman, chunki kechqurungi tiklanishim yaxshi bo'lgan bo'ladi. Endi kechqurungi tiklanish agar yaxshi bo'lsa, undan ertasiga kun davomida odam o'zini tetik his qilishiga, yaxshi yurishiga, ko'p ishlarni qilishiga, hafsalasi bo'lishiga, ulgurishiga xizmat qiladi. Bu narsani o'lchab beradigan narsa o'sha qo'limdagi WUP, o'sha kechqurungi uyqumni, kun davomida o'sha stressimni, hamma narsani nazorat qiladi. Endi kechqurungi uyquni sifatini oshirish uchun 3-4 ta texnikalar ishlataman. Ya'ni birinchisi naushnik taqib uxlash. Bu AirPods Max atrofdagi shumni juda ham zo'r o'chirib beradi. Ishlatib ko'rsangiz bilasiz, ashmaza narsa atrofdan deyarli to'liq sizni uzib qo'yadi desa ham bo'ladi. Endi
kichkina prosi ham bor, gohida unisini, gohida bunisini taqib uxlayman. 90-95% holatda shu oxirgi yarim yildan beri naushnik taqib uxlayapman. Undan keyin bu ko'zimga taqadigan mana shunaqa narsam bor. Dodasi emas, lekin o'zini vazifasini juda ham yaxshi bajaryapti. Buni taqib uxlayman. Nimaga degan narsada. Xonani haroratini maksimalni o'sha 20 gradus atrofida qilib qo'yishga harakat qilaman. Agar hozir mana kunlar yaxshi o'zi oynani ozgina ochib qo'yib uxlasa, o'zi shikarniy bo'tdi, qolgan paytlarda kondyor yoqib qo'yib uxlanadi. Bular nimaga yordam beradi? Ko'zimga taqadigan narsa ortiqcha nurlardan himoya qiladi. Kechqurun bizani ko'zimizga nuqtadek tushadigan nur ham uyquni sifati buzilishiga, o'sha kerakli gormonlar ishlab chiqarilishiga xalaqit qiladi. Ortiqcha shovqin bo'lsa, shaxsan menga kerak. Kechqurun juda ham sergak uxlayman. O'sha o'g'lim turadi, kechqurun ovqatlanadi, boshqa qiladi. O'shanga bezovta bo'lmasligim uchun xuddi shunaqa qo'shimcha o'yinchoqlar bilan qurollanganman desa ham bo'ladi. Endi anaqa-yu, zavtrak-yu ertalab o'zimizni rizqimizni o'zimiz terib yeb olishga harakat qilamiz. Chunki hali vitaminlarni ertalab ovqat bilan ichiladigan vitaminlar bor. Och qoringa chiqib keta olmaymiz. Tem bo'lib hozir chiqib sportga borishimiz kerak, u yoqda bizga kuch kerak. Shuning uchun hech bo'lmasa bitta banan bilan qorinni aldab olamiz. Nolisam noto'g'ri bo'ladi albatta, bu narsaga yetmaganlar bor. Xudo xolisa hozir mana kichkinagina uyda turib sizlar bilan video qilyapmiz. O'zi bu narsani ham yosh oila bo'lib oldik. Bu ham o'ylashimcha o'zi bitta kichkina yutuq. Yaxshi niyat, endi uchastkaga ko'chib, o'zim xohlagandek, orzu qilgandek qilib qurmoqchiman. O'sha orzuyimga yetganimda ham bitta video qilamiz. Mana Asadbek bilan hozir kelishyotgandik. O'sha jarayonda ham bitta maqtanib ko'rsataman, qanaqa uy qurdik, nima qildik, nimalar qildik, nima orzudagi narsalarni u yoqqa qo'shdik degan narsani xudo xolisa yaxshi niyat nasib bo'lsa keyingi yil balki ko'ramiz. Uyquni sifatini mana shunaqa har qanaqa chiroyli oshirishini qachon tushunib qo'yganman. Men bilan uxlayman. Har kuni turishim bilan kontrol qilaman. Nima bo'ldi, qanaqa uxladim, stress qanaqa bo'ldi, yurak urishi nechigacha tushdi degan narsani ko'raman. Trabzonga borganmiz Shohruh akalar bilan. Bitta xonaga tushib qoldik ular bilan yotishga. Uxlashlarini ko'rib o'zim ochilib qoldi. Hamma joyi dip qilindi. Xonani gradusi 20 ga tushirildi. Muzdek xona, qop-qorong'i va tinch, oynalar yopiq. O'sha yerda bitta uxladim. Mana bu rekord qo'ydi. Umumiy 100% gacha tiklanish mumkin bo'lsa, 97% tiklangan 6-7 soatning ichida. O'shanda tushuntirib berdilar mana shunaqa. Даже kondyorga mana bu son bo'ladi-ku, kechqurun yonib turadigan. O'sha narsa ham uyquni sifati buzilishiga kerak bo'lsa, o'sha ta'sir qilishini organizmda ishlab chiqarilishi, kechqurun tiklanish vaqtida ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan o'sha gormonlarning qanaqadir qismi o'sha paytda chiqmasligini tushuntirib berdilar. Endi ko'pchilik aytadi, uxlamasdan kechasi bilan ishlab chiqaman, gazini bosib ishlayman, kechasi ishlab ertalab vaqtli turib yana ishga ketaman, boshqa unaqa yashab olmayman. Unaqa ko'p ishlab, meni fikrim mana shunaqa. Odam kerakligicha agar uxlamasa o'zini yomon his qiladi. Bir kun misol ko'proq ishlashingiz mumkin, ertasi indinga уже kuningiz uxladi degani-da. Undan ko'ra kechasi yaxshi uxlasangiz, birinchidan uzoq muddatda sog' qolasiz. Kechasi yaxshi uxlamaganda odam buziladi. Bu o'sha statistika shunaqa, men o'zim o'ylab topdim. Gapirayotgan gap emas. Ertasi kunida recovery'ingiz yaxshi bo'lmasa, ko'ngilga hech narsa sig'maydi. Lanch bo'lib yuraverasiz. Kimdadir balki shunaqa bo'ladi. Ish qilgingiz kelmaydi, o'zingizni yomon his qilasiz. Bu narsalarning hammasi kechqurungi uyqungiz yaxshi bo'lmaganidan. Agar tiniqib tursangiz, g'ayratingiz ko'p bo'ladi. Charchaysiz, ish qilasiz. Charchaymiz. O'shaning uchun kechqurungi uyqu ko'p narsadan muhim. Mana hayot nimaga unchalik ahamiyat berish kerak deyishingiz mumkin. Mana hayotimizni 8 soatdan kuniga qismi kreativ uyqu bilan o'tadi-da. Bundoq o'ylab qaraganda, yana 8 soat ishda, yana 8 soat aytaylik o'zimiz uchun boshqaga ketyapti degan taqdiringizda 3dan 1 qismi mana shu yerda mana umrimizni kreativda o'tyapti degani bu. Endi nimaga buni ilmini olmasligimiz kerak? Nimaga buni yaxshilash uchun harakat qilmasligimiz kerak degan bitta logik savol bor-da. Shuning uchun buni ozgina o'rganish kerak deb o'ylayman.
uyim 9-etajda, 10-etajga mana shunaqa kichkina ofischa qilib olganmiz. Ertalab turib, обязательно ofisga chiqishga harakat qilaman. Chunki bu yoqda mana do'do kutayotgan bo'ladi. Buni ovqati bormi, suvi bormi, hammasi joyidami? Buni tekshiramiz chiqib. Keyin bu yoqda men kofe xo'rman desa ham bo'ladi. Ertalab turib o'zimga kofe tayyorlayman. Işte kichkina apparatimiz bor. O'zim yaxshi ko'rgan, mazza qilib ichadigan kofeni ishxonaga olib kelib qo'yganman. Turib ertalab stakan shuni ichib, keyin ishga chiqib ketaman. Ofisni ham birro ko'rsatib ketsam, bu yoq mana kirgandagi o'tiradigan joy, mana bu yerda men o'tirib ishlaydigan joy, hamma mana shu content planlar, Instagramga chiqadigan narsalar, YouTube temalar bu yoqda chiqadi. Mana bu yoq bizda bardak zona. Bu yoqda mana yana yigitlar o'tirishiga joy qilib qo'yganmiz. Bu yerda bitta joy, mana bu yoqlarda prostransiyalar bor ishlash uchun. Qisqacha ish joyimiz ham shu. Keyin Aleskida sherigim Humoyinning ishxonalari bor. U yerda ham o'tiramiz. O'zi ofisda o'tirmaymiz ham, ko'chada. Syomkada, restoranda hozir kun davomida ko'rasiz, qattiq ishlayman. Xullas, ozgina burursangiz ham bo'ladi. Skryuti zona bor edi. Bu meni lichniy tochkam desa ham bo'ladi. Maqsadlarim taxminan 4 yil, 5 yildan beri mana shunaqa plan qo'yib, xuddi shunaqa men o'zimga ko'rinadigan joyda yopishtirib saqlab yuraman. Men bu yerda ham qayerdadir mana shu eskilari ham bo'lishi kerak. Men bu yerda mana adamga mashina, ofis, qanaqadir pullar 300 ming подписчикim bo'lishini ham bir vaqtlar mana shunaqa yozib, chiqarib, yopishtirib qo'ygan narsalarim bor. Hozir undan tashqari yana menda mana shu yerda bir kelganinglarda ko'rsating. Bloknotda nechidir yildan beri meni planlarim yozilib kelayotgan bloknotim bor-da mana. Shimda? Yo'q. Qayerga ketdi endi? Mana ekan. Bu bloknotni faqat shu yangi yilda ochaman, to'g'risini aytaman. O'sha yildan yilga o'tayotganda ochaman. Nimaga? Mana shunaqa o'zimga odat qilganman. Mana bu yoqda 21-yil uchun maqsad 2020 dan 21 ga o'tilayotganda mana $30 ming оборот qilishni boshlashni xohlayman. Jeep mashina olaman. Yangi yilni Dubayda kutib olaman degan anaqa planlar qo'ygan ekanman. Mana bu yoqda mana 2021-yilga go'zal oilam bilan bir-biridan shirin farzandlar Meditech IT School eng zo'r o'quv markaziga aylandi. Shaxsiy ko'p qavatli biznes center qurishni boshlashim kerak degan qanaqadir planlar qo'ygan ekanman. Bu yerda mana yana shunga o'xshagan 22, 23, 24 mana bu yoqda oxirgisi turgani 2025-yilli maqsadlar edi. Bu yerda hamma maqsadlarim amalga oshadi deya olmayman. Lekin bu yoqda mana nima deydi? Yo'dan ko'ra qaysidirlari amalga oshadi, kamida 50%. Va bu menga mana shu yoqqa chiqarib qo'yganim har doim ko'rib, eslab, mana shu narsaga ko'proq harakat qilishim uchun yordam beradi. Mahallamiz hozir Mirzo Ulug'bek rayonida. Nikitina mahallasi bor. Eski Nikitina hozir Oltintepa bo'lgan. Shu yoqda mana Novostroyka dom. Mana shu yashaymiz hozircha. Bu yoqda mana garajimiz. Mana shu ikkita toychoq bizaniki. O'zi men yurishim kerak edi. Jentrada ayolim yurishi kerak edi, lekin unaqa ko'p minmayotganiga ko'pincha jentrada yuraman. Bugun endi videoga tushyapmiz-ku, BMWda ketish kerak. Bugun BMWda ketamiz. Bu Nikitina mahallaga ko'chib kelganimizga 2-yil ketyapti adashmasam. O'z oila qurganimga 3 yilcha bo'lib qoldi. O'g'lim tug'ilgandan keyin ozgina o'tib, yarim yillikmi, 6 oylikmi bo'lganida bu yoqqa ko'chib kelgan edik. O'zi undan oldin Malikada, o'sha Adamgil hozir yashashayotgan uy Malikada, Malika bozor tomonda, o'zimiz katta bo'lgan mahallalar shaharda.
zalga chiqishimga o'zi odatda hozir mana bu syomka u o'qiganimiz uchun kechikib ketdi. Odatda o'sha 7:30 maksimum 8larda уже yetib olgan bo'lardim. Mana bunaqa probka bo'lmaydi u paytda. Hozir mana yarim soatlik yo'l ko'rsatyapti. Odatda 15 minut, maksimum 20 minut vaqt ketardi yetib olishimga. No endi hozir mana syomka bo'layotgani uchun ham sal sekinlashib qoldi. Zalga yetib keldik. Odatda shu ertalab birinchi kunni boshi shunga o'xshash sport bilan boshlanadi. Hozir mana zaldaman, bir kun kardio, bir kun silovoy. Endi har doim stabilniy chiqaman deyishim qiyin. Taxminan shu 1-1,5 yildan beri to'xtatmay, mana shu orada qanaqadir safarlarga ketganimda, bunda ish ko'payib ketgan edi. Bo'shashmagan bo'lsa, shu 1-2 yildan beri uzmasdan chiqishga harakat qilyapman zalga. Sportni hayotimdan olib tashlaganimda shu narsani sezdim, ya'ni chiqib olib tashlaganimda shu narsani sezdim. Odam juda lanch bo'lib, tangasa bir tambal odamga aylanib qoladi. Agar shu zalga chiqib, ozgina organizmni qiynab, sal nagruska berib, qon aylanishini yaxshilab, organizmda mana shunaqa harakat qilib tursa, effektivness ancha boshqacha bo'lishini sezganman o'zimni misolimda. Sababi boya ishxonani ham ko'rdingiz, hali bundan keyin ham o'tirib ishlaymiz. Har doim pastda hamma ishimiz o'tirib qilinadi bizning sohada. O'tirib ishlangandan keyin, конечно, ortiqcha vazn olish, qon yaxshi aylanmasligi va shu o'tirib ishlangan o'sha belda, bo'yinda, boksida qon yig'ilib o'tda funksiyalar buzilishni boshlaydi. Massaj olib turaman, massaj qilayotganimda aytadi. Mana shu tochkingda mana shunaqa narsa bor, o'tirib ishlaysanmi deydi bittada. Mana shunaqa deb keyin ta'kidlayman mana. Bugungi kardio tugadi. Taxminan shunaqa holatda ozgina yurish, mana zina. Endi ozgina fizo qilib sekin ishga chiqib ketamiz. Ketdi. Ja ko'p trenirovka qilib borishimga xotinim qarshi. Kelishgan yigit bo'lib ketsam, chiroyli bo'lib ketishimdan qo'rqadi. Trenirovkamiz tugadi. Endi obed qilishga o'tirib ozgina ishlashga boshqa lokatsiyaga boramiz. Xo'p, keyingi lokatsiyamiz Intercontinental keldik. Ko'pincha shu yerda o'tirib ishlayman. Sababi joylari toza, akkuratniy, keyin ishlashga atmosferasi yaxshi. Bu yerda bitta tochka, nari yoqda Glory Jeansda yana bitta tochka bor. Bu yerda ichkarida ikkinchi etajda yana bitta yaxshi restoran bor. Mahallada yana bitta yaxshi joy bor. Xullas o'zimga mana shunaqa ishlashga har xil tochkalar qo'yganman. Har xil joyda ishlayman. Chunki bitta joyda o'tirmayman. Kitob o'qimoqchi bo'lsam, ko'pincha Glory Jeansga boraman. Ishlamoqchi bo'lsam, bu yoqqa, uchrashuvlarga ko'pincha boshqa joyda qilaman. Xullas, mana shunaqa tochkalar qo'yganman. Sababini hozir ichkari tushuntirib beraman. O'zimga ko'chadan 3 ta lokatsiya ajratib qo'yganman. 4 ta ekan daji. Boyagi ishxonadagi sizga ko'rsatgan o'tirib ishlaydigan joyimda faqat kontent bilan qilaman. U yerda boshqa u joyi vazifasi yo'q. Asosan kechqurun u yerda o'sha kontent bilan qilish uchun o'tiraman, boshqa vazifasi yo'q. Bu yoqqa, bu restoranga asosan o'sha kompyuterdagi ishlarimni, o'zimni o'sha kontent plandan tashqari qiladigan, odamlar bilan gaplashadigan, internetda boshqa yana
o'ylaydigan, meditatsiya qiladigan, nimadir narsani misol hal qilish kerak bo'lgan ishlarimni bu yoqda bitiraman. Yana bitta restoran bor, sal teparoqda. U yoqda asosan kitob o'qish uchun boraman. U yoq atmosferasi shunaqa, kitob o'qib, naushnikda ashula eshitib, kitob o'qish uchun boraman. Переговорlar qilish uchun ko'pincha boshqa restoran bor, u yoqga boraman. Xuddi shunaqa bu yoqda har xil lokatsiyalarga bo'lib olganman. Sababi o'sha atmosferaga tushganimda o'sha narsaga odat paydo bo'lish boshlaydi. O'sha joyga o'tirishim bilan kontent bilan tuzishga kirishib ketishim osonlashishi, bu yoqqa kelishim bilan o'zim ishlarimni qilishim osonlashishi, kitob o'qishga borganimda o'sha muhitga tushib olishim bilan o'sha narsaga adaptatsiya qilib kirib ketishim shu orqali tashkillashtiriladi. Sababi hamma joyda bizning miyamiz shunaqa ishlaydi, odatlar bilan integratsiya bo'ladi. Agar men bu joyda o'tirganimda telefonda reels ko'rib o'tirish odatimni orasiga qo'shib qo'ysam, o'sha bu lokatsiya o'sha men uchun buzildi degani, uni o'zgartirishim kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun xuddi shunaqa har xil tochkalarga o'zimizga metkalar qo'yib yurishimiz yaxshi. Endi ish masalasiga kelsak, men mustaqil ishchiman. Ya'ni birovni qo'lida ishlamayman. Mana hozir obetimni qilib, sportim bilan shug'ullanib, ishimni boshlagunimcha 12 bo'ldi. Bugun juma. Hozir ozgina mana bu yerda kompyuterda ishlarni bitirib, o'sha bemalol unga chiqib ketaversam ham bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, meni hech qanaqa обязательствам yo'q va bugun men ishlamasam ham hech kim meni urishmaydi va bugun kechroq qolib ko'proq ishlasam ham hech kim menga rahmat etmaydi. Va mustaqil ishchi bo'lishi shunaqa afzalliklari bor. Ya'ni sizda birovga qaramaysiz, birovni aytganini qilishingiz shart emas. Oylikni kutmaysiz. O'zingizga o'zingiz qanchalik yaxshi ishlasangiz, shunchalik ko'proq pul topish, shunchalik ko'proq keyingi etapga chiqish imkoniyati sizda bo'ladi. Men o'ylashimcha, agar qaysidir kompaniyada ishchi bo'lib ishlasam, agar 9 dan 6 gacha agar ishlaydigan bo'lsam, ko'pincha holatda o'zimni ustimda ishlashga, dars ko'rishga, yangi narsalarni o'rganishga menda kucham bo'lmaydi, hafsala ham bo'lmaydi. Charchab o'z uyga kelaman, bola chaqam bor, ko'rdingiz boya. Ular bilan birga vaqt o'tkazishim kerak. Shu bilan meni kunim yo'q. Bunaqa rejimda ishlashim, o'zimga qulay vaqtda ishlaydigan rejimda ishlashim bo'lsa, xohlagan vaqtimda qanaqadir kurs ko'rishga, xohlagan vaqtim kitob o'qib o'zimni rivojlantirishga, xohlagan vaqtim chet elga chiqib malaka oshirib kelishga, xohlaganimcha misol odamlar bilan kontaktda bo'lib, ular bilan переговорlar qilishga va aytaylik, o'zim uchun hayotimda sayohatlar va shunga o'xshagan narsalarni qila olishim uchun menda mana shunaqa sharoit yaratib beradi. Agar qanaqadir определенный vaqtda, определенный kunda, belgilangan soatda agar ishlanadigan bo'lsa, yilda aytaylik 15 kun, 1 oylik kanikul olganimdagina misol chet elga chiqib kelish bo'lsa va o'zim ustimda ishlashga, hobbilarim bilan shug'ullanishga, sport bilan shug'ullanishimga vaqt yetmaydigan hayotda yashash bo'lsa, men uchun ozgina zerkarli va u narsani xohlamagan bo'lardim. Va agar sizda ham shunga o'xshashroq ish rejimi bo'lsa, bu narsa haqida ozgina o'ylab ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Aytayotgan narsalar foydali bo'layotgan bo'lsa, gapirayotgan gaplarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, mana shu rubrikamiz sizga ham yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqarib qo'ymang. Bizga yoqimli ishtaqa, bolalar sovuqotdi, olinglar o'zinglar. Shu videoni olayotganimizda ko'p narsa esimga tushib ketyapti. Misol, endi ishni boshlagan vaqtlarimiz 2020-yilga taxminan to'g'ri keladi. Oyiga misol $500, $600, $1000gacha pul topilardi. Undan bir $200-300 cho'nchagimda pul qolardi. O'sha payt eslayman, ishxonaga ketayotganimda magazindan Mojitoga o'xshagan qanaqadir ichimliklar bor-ku. O'shanaqa ichimliklar bilan mayda-chuyda narsalar olishga 2-3 kun ketma-ket olib qo'ysam, cho'ta asror erkalanib ketyapsan. Pulingni beberski ishlatib qo'yapsan. Hozir bu narsaga pulingni ishlatsang, puling qolmay qoladi degan fikr xayolim kelardi. Keyin ishxonada shu obedga gumma, somsa, oylik chiqib qaysidir klientdan pul oladigan paytimiz bo'lib qolsa, anaqa qilib yerdikda. Evsdan misollar va shunga o'xshagan bayramlarda mana shunaqa narsa yerdik. Milliy taomlardan ovqatlar yeyish xayolda ham bo'lmas edi. Unaqa narsani sig'dira olmasdik. Sig'masdi ham. To есть o'ylamasdik ham pul yo'qligi uchun. Vaqt o'tganidan keyin hozir mana qanaqa joylarda o'tiribmiz, qanaqa
turmush tarzida yashalyapti, qanaqa odamlar bilan ishlayapmiz, oldin klient qayerdan olishni o'ylasak, hozir qaysi klientni olishni o'ylayapmiz-da, to'g'riroq aytsam. Klientni tanlaydigan o'sha etapga chiqdi va bu narsaga hammasiga Xudoga shukr qilish kerakligini ko'pincha holatda voz kechmasdan, hozirgi qilayotgan ishingizdan, o'zingizni g'oyangizdan o'sha oldinga yurishdan va qiyinchiliklarni bosib o'tishdan orqaga ketmaslik ham kerak ekan degan fikr hozir kelib qoldi. Mana shu joyida Asadbek aytib beryotgandim, shuni videoga ham ola qolinglar dedilar. Lekin o'sha qaysidir yaxshi rezultat kelishiga, u narsani bizni qadriga yetishimizga o'sha bosib o'tilish kerak bo'lgan o'sha gumma yeydigan etap menimcha hammada bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar u narsa bo'lmasa, odam manmanlashib ketib qolishi yoki oson kelib qolsa, erishgan narsasini qadri, zavqi bo'lmasligiga mana shu narsa sababchi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Mana shu etapda, mana shu qanaqadir hozir qiyinroq o'tayotgan vaqt bo'lishi mumkin. Nimadirlar o'xshayotgan, o'xshamayotgan, o'zi qayerga qarab ketayotganimizni bilmaslik, his qilmaslik, qanaqa qilib o'sha narsaga chiqish mumkinligini tushunmaslik holati bo'lishi mumkin. Muhimi shu joyda, muhimi o'zingizga 2-3 ta, to есть o'zimizga 2-3 ta aniq qoidalarni qo'yib olsa, menimcha ancha boshqacha bo'ladi. Ya'ni halol ishlayman birinchi o'rinda, misol har xil takliflar juda ko'p bo'ladi yo'lda. O'sha joyda halol ishlayman, ikkinchisi ishlayman, mehnatdan qochmayman kerak bo'lsa va doim mijozlarimni xursand va rozi qilaman. Hech kimni misol aldab ketmayman va jamoamni hurmat qilib, ular bilan o'sha birga yaxshi mehnat qilaman degan narsaga fokus berib, o'zingizga vizionlarni, prinsiplarni ishlab chiqib, ishdagi prinsiplarni ishlab chiqib, to'xtamasdan yurishlik bizga qanaqadir yaxshi rezultatlarni berishini o'zimni hayotimda ko'rdim. Chunki aytayotganimdek, oddiy jaydar hayotdan chiqilganda, u hayot ham yomon emas edi. O'sha paytda ham men rosa xursand bo'lganman. Hech ham xafa bo'lib, ko'zimda yosh bilan yurmaganman. Shunaqa yashayotganimiz o'ziga xursand bo'lganman. Oldimda kattaroq maqsadlar bo'lgan, xohlayotgan narsalarim ancha boshqacharoq bo'lgan. O'sha narsalar sekin-sekin hayotimda paydo bo'lishni boshladi. Obed qilib bo'ldik. Ozgina ishlarni ham bitirdik. Bolalar bilan gaplashib o'tirdik. Endi jumadan keyin yana syomkaga. Mani bugungi haqiqiy ish vaqtim boshlandi desa ham bo'ladi. Shohrux aka logist, ya'ni Shoh logist profili ostida mani klientim borlar, shaxsiy brendlarni prodyuksiyani qilish bilan shug'ullanamiz. 1 yilcha bo'lib qoldi ular bilan ishlayotganimga. Bularni ofislariga keldik. Mana shu 3 qavatli katta bino, ichkarisi bunaqasiga ham rosa uzun ketgan, bularga qaraydi. 3-etaj, 2-etaj logistlar o'tirishadi. 1-etaj marketing departament, o'zlari ham 1-etajda o'tiradilar. Pastda IT komanda, podvalda IT komanda. Umumiy 4 qavatli binoda faoliyat olib borishadi. Hozir okani o'zlari hali kelmaganlar, kelsalar sekin syomkani boshlaymiz. Ungacha ular kelgunlaricha ichkarida xonalariga syomka qiladigan joylarimizga apparatlarni qo'yib, kelishlariga tayyorgarlik ko'rib turamiz. Shtob vaqtdan yutkazmaslik uchun. Syomkaga yig'ildik. Shohrux akamlar o'z ko'pchilik bilan taniydi ham. Hozir birinchi ishimizni YouTube syomkalaridan boshlaymiz. Keyin Reels'ga o'tamiz. Xullas, bugungi planimiz 3-4 ta YouTube olsa, agar o'xshasa, 25 ta 30 tacha Reels olmoqchimiz. 1 oylik videomizni oldindan syomka qo'ymoqchimiz. Sababi bugun o'sha olsa, shu bilan men yakshanba kuni safar ketyapman. Siz ham o'sha keyingi hafta safarga chiqib ketib, shu bilan oktyabr oyi sizda ham yo'q ekan. O'shaning uchun zapasi bilan o'zi 2-3 oydan beri adashmasam mana shunaqa 1 oylik videolarni oldindan olyapmiz. Mana shu sistema yaxshi ketyapti. O'zimnikini ham mashinaga o'tkazib oldim, zo'r ketyapti. Umuman oy davomida keyin syomkani o'ylamayapmiz. Hayron bo'lyaptilar, men bir kunlik video olyotgandim. Shu kun davomida nimalar qilayotganimiz boshqani, o'shani bir og'iz tushuntirib ketdim bu yoqda yana. Ketdingmi Asadbek? Siz keling, men sizni o'zingizni ham olib qo'yaman. Yo'q. O'z umumiy jarayon mana qanaqa ketyapti. Fokus ushadim. Bu yoqda svetli, hozir mana mana bu apparat dodasi. Nech pul edi? $16,000 mana shuni yangi o'yinchoq qilib oldilar. Mana shunaqa apparatlarda syomka qilamiz. Bu mana fonimiz taxminan
shunaqa ko'rinishda hozir. 3 ta YouTube video oldik hozir. Bu degani har hafta bittadan video chiqarganimizda deyarli 1 oylik videomizni taxminan 1 soatli plus 1-1,5 soatlida 1 soatdan sal ko'proq vaqtda уже syomka qilishga ulgurdi. Endi bizning oldinda Reelslar kutyapti. 25 ta, 30 tacha taxminan Reels olishimiz kerak. Ko'pchilik Instagramga, YouTube'ga kontent qilish haqida o'ylaganda bunga juda ham ko'p vaqt ketadi va qiyin ishni bo'ladi. Mana agar podachangizni bunaqaroq qilsangiz, ya'ni sizda o'zi ko'p vaqt bo'lmasa, bo'sh vaqt bo'lmasa, boshqa shaxsiy hayotingiz va o'zi mutaxassisligingiz bo'yicha ishingiz bo'lsa, xuddi shunaqa bir kunni ajratib, 5-6 soat mashinga fokus berib, mashinga o'xshash komandani привлекать qilib, bir kunda hamma videolaringiz, misol 1 oylik videongizni olib, oy davomida bemalol harakatlanib yuradigan, umuman bu narsani faqat montajini o'ylaydigan уже podxod qilsangiz bo'ladi. Biz anchadan beri shunaqa ishlaymiz va shu juda ham effektiv bo'ladi. Endi orada boshqa videolar, momentalni qo'shib yuboriladigan, joyida chiqish kerak bo'lgan videolarni telefonning o'zida oladi. Chet elga chiqilganligi bo'lishi mumkin yoki boshqa. Va sizning ishingiz Instagram stories yuritish bo'ladi. YouTube videolarni 1 oyda bitta mana qilingan 3-4 ta video oldindan olinadi. Yana ishlanadi. Mana menda hozir mana bugungi kunda YouTube'imda 10 tadan oshiq zapasda videoim turibdi. Hali chiqmagan. 10 tadan oshiq videoim turibdi va bugun yana xudo xolasa 3 tacha yana video olishni reja qilib qo'yganman. YouTube'ga men video ham o'zi YouTube'ga ketyapti. Xuddi shunaqa podxodda ishlangani menimcha effektivroq vaqt jihatidan. Bizda kichkina pereriv, ujin qilyapmiz. Syomkamiz 3 ta boshlangan bo'lsa, soat 6 dan oshdi. 3 ta YouTube videosini olishga ulgurdik. 7 ta Reels oldik va oldinda xudo xolasa yana 20 plus Reelslar bizani kutyapti. Shu bilan keyin bugungi ish kunimiz xudo xolasa tugasa kerak. Yoqimli ishda. Birinchi sababi bu oldinlarda magistr sohasida laksga kompaniya bor. Davalish kerak uni. Shohika bilan bugungi syomkamiz tugadi. Ochib aytaman, men o'zim ham o'sha tugi deb turibman. Ertalabdan beri aktivniy, ya'ni to'xtamasdan ish ketganini o'zingiz ko'rdingiz. Sal odam o'sha kunning oxiriga kelib mana bo'shashyapti. No, effektiv o'tdi juda ham. Siz bilan ham hozir 3 ta YouTube oldik. Yana shu 20 tadan shu 25 taga yaqin, adashmasam bundan ham ko'proq Reels oldik. Bu yo'g'iga bemalol endi harakat qilamiz. Bitta narsani so'rab aytmoqchiman. Shohrux aka bilan bizni 1 yildan beri menimcha undan ham ozgina oshdi. Уже oshdi. Ha, 1 yildan oshdi birga ishlayotganimizga. Yana yangi kontrakt qildik. Yana u yog'iga ham ishlashni davom ettiryapmiz. Shaxsiy brendingizni rivojlantirganingizdan keyin qanaqa o'zi nimalar o'zgarishni boshladi ishingizda, o'zingizda yoki o'sha narsa haqida ozgina ayting, odamlarga qiziq bo'ladi. Bo'ladi, tushundim. Birinchisi bu shaxsiy o'zimda o'sish уже sezyapman. Ya'ni o'zim ustimda ishlashim boshqacha, ishonchim o'zimga boshqacha. Chunki уже odamlar taniydi, ko'pchilik ishonadi, nima qila olishimni уже ishonch beradi bu narsa. Sohadagi odamlar orasiga kirganingizda ham уже boshqacha o'zingizni his qilasiz-da. Shunaqa. Уже o'zgardi. Oldin boshqacha edi. Ishimda nima o'zgardi desak, ishimda men o'zim yurg'izadigan proyektlarimni sotishim, boshqalarga yetib borishi, ularga e'lon qilishim juda ham oson bo'lgan hozir. Bu narsa zo'r ishlayapti. Meni o'zimning proyektlarim bor, o'sha o'zimning sohamdagilarga sota oladigan, ularga qiymat bera oladigan, ularni osongina sizni sohada yaxshi tanishgani uchun, o'zingizni tanitganingiz uchun sotishingiz oson bo'ldi. Juda ham oson. Chunki men o'zimni уже tanishtirib o'tirmayman. Nabarot, sizni taniymiz, blogingizni kuzatib boramiz, Instagramingizga follow qilganmiz. Bilamiz уже eting narxini necha pul короче deyishyapti-da. Shunaqa joylari ham bo'lgan ko'p. Zo'r, vashi zo'r. Yana qanaqa ishxonada jamoa bilan qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Endi jamoa baribir sezib turaman, ular ham nimalar bo'lgan, hamma boshimdan o'tgan, hamma narsani уже bilib, ko'rib turishibdi. Shuning uchun ularni ham menga bo'lgan hurmati yoki bo'lmasa meni qanaqa ko'rishi, qanaqa shu urovga chiqish kerakligi, shu narsalarga qiziqish ortgan komandaning. Kuchli komandada ishlayotganini his qiladi. Sezyapti-da shu narsani. Zo'r. Oke, men shaxsiy brendni rivojlantirmoqchi bo'lganlar ikki og'iz tavsiyam berib keting. O'ylayotgan qilaymi, qilmaymi deb misol bularda ham sostoyana ancha multimillionga yaqinlashib qolgan.
1-2 yilda manimcha keyingi yil chiqa olsa kerak. Xudo 100 xohlasa millionga. harakatdamiz-ku. Ha. Chiqamiz. Inshaalloh yaqinlashib shuncha anaqa уровень bo'lgan holatda ham продвижение qilyaptilar. O'ylayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Pulim bor-ku, qilaymi, qilmaymi, boshqa bu menga kerakmi, yo'qmi degan narsada ikki og'iz tavsiya bersangiz, yo'q qilishadi, yo'q qilishmaydi. Yo, tavsiyam 100% qilish kerak. O'sha xayolga keldimi? Bo'ldi, qilish kerak. Men o'zim ham ko'p o'ylab yurganman, boshida qo'rqqanman, video nima deyishadi odamlar. Hozir hamma narsani unutganman. Hamma narsa yechilib ketgan. O'zingiz bilasiz. Boshida qanaqa vaqtimiz, buncha vaqtda biz 4 ta 5 ta reels olardik. 22 ta reels, 3 ta YouTube videosini oldik. Bugunning o'zidagi 1 yildan keyingi bizani qaysi rezultatimiz. Shuning uchun videoga bemalol gapiramiz hozir. Qo'rqmaymiz hech narsadan, odamlarning gap so'zidan ham qo'rqmaymiz. To'g'ri yo'lda odamlarga foydamiz tegayotgandan xursand ketamiz. Mana qarang, oddiy savol, oddiy matematikani aytaman. Xo'p. Kimdir sizga gapiryapti, u gap va kimdir sizga gapiryapti, plus o'sha gapirsa gapirmasa 1 million dollar дополнительный pul topyapsiz. Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Qaror o'zingizdan. Shunaqa. Shunaqa desa ham bo'ladi. To'ppa oddiy matematika shunaqa. Gapirayotgan odam pul bermaydi. Oddiy matematika shunaqa. Bizda Navoda mana shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha servislar bor. Mana o'zim ham xizmat ko'rsataman, komandamiz ham bor. Navoda murojaat ham qilsanglar bo'ladi. E'tiboringizga rahmat. Endi kunni yana davom ettiramiz. Bo'ldi, rahmat sizga. Sizga rahmat, aka. Bizani aytgandek, Shofiq aka bilan xudo xolisa 7 kun, 9 kundan keyin birga safarimiz bor. Birga ketishimiz kerak. U yoqdan ham nasib chiroyli bitta vloglar olamiz. YouTube'ga qo'yamiz, aka. Gap yo'q. Bo'pti, aka, yaxshilaylar. Rahmat. Ha. Rahmat sizlarga. Toshkentda havo sovuq bo'lib ketgan. Bugungi kunimizni oxiri. Videochi bolalar ham o'sha uyga ketdi, Asadbeklar ham. Izzat o'zi videolarni tugatib qo'yapti. 23:37 bo'ldi. Soat buyoq aka Izzat. 23:37 bo'ldi. Hozir aeroportga kelganmiz. O'zi odatda bunaqa kech yurmayman, bunaqa kechgacha qolmayman. Komandadagi yigitlar Baliga ketishgan edi. Baliga bordinglar. Singapurga bordinglar. Malayziyaga borib, maza qilib 10 kunmi, 10 kundan ham oshib adashmasam, dam olib kelishdi. Shu yigitlarni sog'ingan edim men. O'shaning uchun o'zim kutib olishga chiqib, hozir hamma sog' omon, sihat salomat kelganiga ishonch hosil qilib, keyin xudo xolisa anaqaga kirib ketaman. Imom ketgan, Humoyin aka ketgan, Abduazim aka ketgan, Murodjon ketgan. Yana kimlar bor edi? Abduazim aytdim. Muhiddin aka klientlarimizni ham olib ketgan imom. Klientlarimizni ham olib ketgan. Lekin bilan klientlik ham qolmadi lekin. O'zi qolmagan edi. Bu Aziz aka mana o'sha komanda bilan birga kelishgan. Aziz aka meni darslarimni birga o'qib, ana ishxonadagi bolalar bilan yaqin bo'lib ketib, mana ular bilan birga sayohatlarga ham chiqib aylanib kelishyapti. Shunaqa gaplar, bolalarni sog'indim. Hozir o'zim kutib olishga keldim. Videoga layklarni dingillatib qo'yinglar. Bu boshlagan rubrikamiz qanaqa yoqdimi? Fikringizni qoldiringlar. Shu rubrikani yana ko'paytiraymi? Yana shunga o'xshash videolar. Bugun kunimni po'rning vlog qildim-da. Shunga o'xshash vloglarni ko'paytiraymi, yo'qmi? O'sha narsani izohlarda qoldiringlar. Agar yoqqan bo'lsa ko'paytiraman. Layklarni agar zo'r bosib qo'ysanglar, men xudo xolasa indinga anaqaga ketyapman. O'zim ham Yevropaga ketyapman. U yoqdan ham videolar qilib berishim mumkin. Parijga, anaqaga boraman, Shvetsariyaga boraman, Barselonaga boraman. Undan keyin yana 2-3 ta safarlarim bor. Shularni hammasini ozgina o'xshatib bo'lsa ham vlog qilib berishga harakat qilamiz. Izzat bilan birgalikda. Hammaga rahmat. Bugungi kunimiz mana shunaqa o'tdi. Oddiy jaydari, samimiy, hech qanaqa ortiqcha uyushtirilgan sahnalarsiz bo'ldi. Bugun kunim o'zi odatda bunaqa kechgacha o'tmasdi. Charchadim o'sha. Odatda 9-10 da o'sha uyda oilam bilan vaqt o'tkazayotgan bo'lishim kerak. Bugun mana shunaqa kechgacha aeroportda qolib ketdik. Bularni suhbatlarini oling endi. Qiziq nimalar qilishdi. 1 oy qolib ketgan deb boramiz. O'chiring lekin. Bu siz bo'lmaydimi deyman-da. Bo'ldi, kamerani o'chir, gaplar bor.